Agar rozi bo'lsangiz, to'yni tezlashtirsak. O'zingiz bilasiz. Hop. Rahmat. Ovqating bormi? Ha, bor. Kelishaveramiz. Sen menga yaxshi solih ayol bo'lgan, men senga yaxshi umr yo'ldosh, solih er bo'laman, bo'ptimi? Xo'p, bo'ladi. Labbay onajon. O'g'lim, ayolingga mehribon bo'lgin. Erkak kishi ayoliga e'tiborli bo'lish kerak. U seni deb uyini, ota-onasini tashlab kelgan. U senga Allohdan omonat. Xo'p bo'ladi onajon. O'rtoq, uzr, bugun uyga vaqtliroq borishim kerak edi. O'zing ehtiyot qil, albatta. Xo'p. Buyurtma qilishdan oldin bitta narsani aytmoqchi edim sizga. Xo'p. Uyda o'tirib biznes qilsam degandim. Yaxshi fikr. Men seni doim qo'llab-quvvatlayman. Bu borada o'zim senga yordam beraman. Rahmat dadasi. Bekzod, men bugun yana vaqtliroq borishim kerak. Kelining uyda yolg'iz qolib ketdi-da. Namchi uyga shoshirasan, xotiningga qayg'urgan. Onangga ham unchalik qayg'urmasang kerak. Hurmat ham uyi bilan. Onamga qayg'uraman, lekin mendan ham ko'proq qayg'uradigan otam bor. Men ayolimni hurmat qilmasam, unga e'tibor bermasam, unga qayg'urmasam, mendan boshqa kim qayg'uradi? Kimi bor mendan boshqa? Ayoliga hurmatda, e'tiborda bo'lishlik menga otamdan o'tgan. Shuni bilib olgan. Ayolini hurmat qilgan inson hech qachon onasini hurmatsiz qoldirib qo'ymaydi.